Xullas, Hamidlar, bu videoda asosiy maqsad shunaqa bo'lishi kerakki, burun to'sig'ida qiyshiqlik bor, lekin shikoyat bo'lmasa operatsiya talab qilinmaydi. Qachonki talab qilinadi, qachon shikoyat bo'lsa, o'sha narsani olib chiqishimiz kerakda. Burun to'siq qiyshiqligi juda ko'pchilik insonlarda uchraydi. Ba'zi holatlarda bu qiyshiqlik sezilarsiz bo'lishi mumkin. Bemorlarda hech qanaqa shikoyat bo'lmaydi va o'z navbatida bu narsa davo ham talab qilmaydi. Qachonki burun to'siq qiyshiqligi doimiy burun bitishiga sabab bo'ladigan bo'lsa va burundan erkin nafas ola olmasa, tez-tez shamollashlar, xalq tili bilan aytganda gaymaritlar bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari xurrakka sabab bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda burun to'sig'ini to'g'irlash, ya'ni septoplastika jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ko'pchilik bemorlarda burun to'sig'i tekis bo'lsa ham, lekin burun bitishlar yuzaga keladi. Bunday holatda bemorlar burun ochuvchi spreylardan foydalanadi. Burun bitishi ko'pincha allergiyadan yoki shamollashdan kelib chiqadi. Bu holatda burun ochuvchi spreylarni 5-7 kun yoki 10 kundan oshiq ishlatish spreyga o'rganib qolishlikka olib kelishi mumkin. Agar sizda burun bitishi bilan bog'liq muammolar borligini sezayotgan bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Biz sizga zamonaviy tekshiruvlar yordamida tekshirib, muammoni asl sababini topishga yordam beramiz.